Uchko'prik tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi mutaxassislari va hamkor tashkilotlar vakillari favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida navbatdagi targ'ibot tadbiriga saflandilar. Ishtirokchilarga tumanning Yakkamulla mahalla fuqaro yig'inidagi aholi xonadonlari va ijtimoiy sohabliklarida yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarning oldini olishda e'tibor qaratishlari lozim bo'lgan holatlar yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Hamkorlikdagi ishchi guruhi a'zolari mahallaning Mustaqillik va Yakkamulla ko'chasida istiqomat qilayotgan aholi xonadonlarida bo'lib, maishiy gaz ballonlari va gaz plitalarining sozligi, so'rg'ichlar va mo'rikonlarning tozalanganligini ko'zdan kechirdilar. Gaz shlangi va yoqgichlardan is gazi sizib chiqmasligi yuzasidan ularni vaqtida ta'mirlash, yangilash bo'yicha fuqarolarga ko'rsatmalar berildi. Mutaxassislar shuningdek tumanning Sariqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inidagi Sariqo'rg'on bosh inshootida sel suv toshqinini oldini olish maqsadida tashlamaslar o'zanining tegishli qismlarida ta'mirlash ishlarining borishini ko'zdan kechirdilar. Rejadagi ishlarni vaqtida sifatli bajarish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, tumanning Mullazoir massividagi ko'p xonadonli uylar yo'laklarida joylashgan 8 ta ichki yer osti suv olgichlari, ya'ni gidrantlarning sozligi nazoratdan o'tkazildi. Tadbir doirasida shuningdek umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarida favqulodda holatlarning oldini olish va ko'ngilsiz holat yuz berganda to'g'ri harakatlanish yuzasidan profilaktik targ'ibot tadbirlari ham olib borildi. Bu borada amaliy mashg'ulot o'tkazilib, mas'ullarga tavsiyalar berildi.